5,5 sotuv maydonga ega hovlini okamgilar 570 mingdan 520 ming qilib beraman deyaptilar hozir. Narxini tushirdilar. Sizlarga hozir Mirzo Ulug'bek tumani Mat Ijichada joylashgan hovlimizni sotuvga hozir chiqaryapmiz. Xudo xolasa narxini tushirgan holatda orientir bunchasidan o'tgandan keyin avtoritet keladi. Avtoritetdan ozgina o'tganingizdan keyin Mat Ijicha degan mahalla keladi. Shu joylashgan hovlimizni ikkita yonma-yon qurilgan, har bittasi 5,5 sotuv maydonga ega. Bunisi hozir sotuvda. Katta yashil hududlari bor bu yoqda. Mashina qo'yish uchun joy bemalol. Ko'chaga ham qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqdan yo'lak bo'ylab orqa hovliga o'tsak bo'ladi. Orqa hovlida basseyni bor, sauna va yozgi oshxonasi joylashgan. Uyimizda katta va keng qilingan xonalarni ham umuman kichkina xona ko'rmadim. 6 ta xona va to'liq podval. Давайте sizlarni ko'p kuttirmasdan uyimizdan ichlarni ko'rib ketamiz. Sizlar bo'lsa videoni tarjima etib qo'yinglar. Hamma informatsiya opisiyanida bo'ladi. Qani ketdi. Kirishimizda katta hol qismi patologlar ham baland qilingan ekan. Ranglar zo'r tanlangan uyga. Kirishimiz sirazi chap qo'lda katta oshxona qismi. Remontlarga e'tibor berasizlar. Yaxshi remontdan chiqqan, haqiqatan sifatli. Cho'pli polda qilingan, radiatorlar qo'yilgan. Uy haqiqatan keng. Xo'p, podval keladigan bo'lsa, podvalimiz to'liq 100% podval ekan. Kotelni xonasi va katta zal va katta hol qismiga ega. Bu yoqda o'rtada bitta общий sanuzol birinchi etaj uchun 500 kvadrat yashash maydoni ekan uyimizda. Katta deb o'ylayman rosa ham. Xo'p, bu yoqda mana birinchi etaj uchun bitta spalniy xonasi. Spalniy xonaning oynalari orqaga qaraydi. Aytganimda basseynlari bor. Yozgi oshxonasi va saunasi joylashgan. Orqa hovli ham katta tashab ketilgan. Orqa hovliga bo'lsa mana bu koridordan chiqsak bo'ladi. Zo'r, skvoznoy planirovka. Bemalol mazza qilib o'tiradigan joylashib bo'ladi. Hovlida ham o'tirsanglar bo'ladi, orqa hovlida ham o'tirsa bo'ladi. Bu yoqda mana juda bir katta zal qismi. Zo'r. Tanishlik videoni jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Narxi hozirda zo'r deb o'ylayman. Birinchi etajni ko'rdik, ketding sizlar bilan. Ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajni planirovkasi ham rosa zo'r chiqqan ekan, qaranglar. Ziradan chiqarish. Xonama-xona ketgan, shunaqa katta keng koridor qilingan. Bu yoqdan balkonga chiqsak bo'ladi. Давайте birinchi spalni ko'rib ketamiz. Bu birinchi spalni xonamiz. Katta keng spalni. O'zining ichida sanuzol ham bor. Bu master spalni emas, yana bitta shunaqa ichida sanuzol spalni bor. Hozir uni ko'ramiz. Bu mana ikkinchi xonamiz. O'zi bu yerda umuman kichkina xona yo'q ekan. Hammasi mana shunaqa keng katta xonalar. Remontlarga e'tibor berasiz. Remontlar haqiqatan добротный chiqqan ekan. O'zi ziradan chiqishimizda to'g'rida bitta ikkinchi etaj uchun общий sanuzol. Katta sanuzol qilingan vanna. Xo'p. Mana master spalnimiz. Bu xonaning zo'r tarafi hozir ko'rsataman sizlarga. Sanuzol bor va kattagina terrasaga o'xshagan joyi bor ekan. Balkon emas, lekin kattagina terrasa desak ham bo'ladi. Va oxirgi xonamiz yana bitta katta spalni bo'lyapti. Mana shunaqa katta hovli qilib yurgan tanishlarga shu videoni tashlab qo'yinglar. Hamma informatsiyani opisiyanida qoldiraman va telefon orqali berib o'tamiz. Bemalol любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi. Hozirda aytganimda uyimizni srochni arzonroq narxga sotib yuryaptilar. O'zini olgan narxidan o'shanga tanishlarga maksimal jo'natib qo'yinglar va ulgurib qolishlarini maslahat beraman. Bizlarni kuzatishdan e'tiborchi rahmat. Sog' bo'linglar.